Men sizlarga hozir liga konkurent bo'lgan mashina Deepal S09 mashinasini ko'rsatib o'taman. Deepal S09 mashinamizga 5 ta pozitsiya bor. Bulardan Max, Ultra, Ultra Plus. Bizda orqa tortadigan и полный приводlari bor. Hozir bu pozitsiyasi полный привод bo'lib, Ultra Plus pozitsiyasida. Mashinamiz 100 ga 5-9 sekundda chiqadi. Men sizlarga hozir полный ichki salonni tushuntirib o'taman. Ichiga kelsak, li bilan bir xil o'rindiqlari bor. Monitor, orqa monitori lidan ancha katta, 21 dyumli. Mashinamizni mana bitta umniy ostrov degan yuradigan bari bor. Hozir tekshirib ko'ramiz barini. Mana buni ochib, hozir xohlagan ichimligimizni olib ichaveramiz. Mashinamizga ekraniga kelsak, 15 dyumli ikkita monitor bor. Monitori Huawei sistemasi bilan Harmony OS bilan qilingan. Bunda o'zida ingliz tili kelgan. Hozir ingliz tiliga o'zgartirib ko'ramiz. Mana bitta mashinani tilini avtomatik inglizcha qilib ko'rsataveramiz. Podveskaga kelsak, podveskani hozir ko'rsatib o'tamiz. Bunaqasi. Mashinamizga Huawei'dan L2 lidarlaridan bor va 12 ta kamerasi bor. Buni panoramasi bor, ikki tomondagi mana head-up displeyi, 360 kamerasi hammasi joyida. Komfort jihatdan, ko'rinish jihatdan liga o'xshab ketadi. Agarda sizni liga plus yetmayotgan bo'lsa, bu mashinani variant sifatida ko'rishingiz mumkin. Agar mashinamiz qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni quyidagi nomerlarga telefon qilib bilishingiz mumkin.